Baxtsiz odamning 5 ta belgisi bo'ladi. Birinchisi qalbning qattiqligi, ikkinchisi ko'zning muzlashi. Ya'ni ko'z yosh oqiza olmasligi. Nasihat eshitganda, oyat eshitganda insonda qalbi yumshab, ko'zi yoshlanadigan holatda ham ko'zini quruq turishligi. Uchinchisi hayoning kamligi. Hayoning kamligi insonning baxtsizligiga dalolat. To'rtinchisi dunyoga rag'bat. Beshinchisi orzu umidni uzunligi, ya'ni o'limni eslamasligi. Asiriy va Saqafiy aytadi, albatta hayo va uns qalb eshigini ochishadi. Agar unda zuhd va taqvoni ko'rishsa, shu joyda qolishadi, aks holda yo'q. Insonda qalbiga kirar ekan mana shu ikkita sifat: hayo bilan uns, mehr shafqat. Agar mana shu insonning qalbida taqvo bo'lsa, zuhd bo'ladigan bo'lsa, shu yerda mehr ham, hayo ham qoladi. Aks holda chiqib ketadi.